Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, parranda ishqibozlari, kanalimiz a'zolari va kanalimiz mehmonlari. Bizga sotuvga yangi partiya adlerlar keldi. Ya'ni 1+6. Sifatiga baho bera olasizlar, o'ta tiniq narsa. Xudo xolasa bugun buni sotuvga chiqaramiz. Manzil Farg'ona viloyati Rishton tumanida joylashgan. Yoshlariga to'xtaladigan bo'lsak, yoshlari 1 yoshga to'lgan parrandalar. Oldingi partiyalar chiqarganimizda ham kommentariyada har xil fikrlar bo'ldi. Qimmat, bunday degan har xil fikrlarni bildirishdi. Ya'ni bu zotning narxi, ya'ni puli holatiga qarab, o'sha holatiga yarasha. Tuxumini 10 ming so'mdan sotiladi degan savol fikrlarimizga ham negativ fikrlarni bildirishyapti. Avvalo o'sha fikr bildirayotgan kuzatuvchilarimiz bu zot haqida umuman tushunchaga ega bo'lmagan kuzatuvchilar. Iltimos qilib qolardik, fikr bildirishdan oldin bu haqida birorta bir ma'lumotga ega bo'lib, keyin fikr bildirishlaringizdan. Xo'p, narxlari 350 ming so'mdan sotilish narxi. Bitta xo'roz, 6 ta makon. Yoshi 1 yoshda. Qari tovuq, unaqa bunaqa deydiganlarga mana tojiga qarab turib ajratib olishingiz mumkin. Qari tovuqning toji yotgan holda bo'ladi. Buniki hammasi tik holatda, satang holatda. Tuxumda, xudo xolasa mana joylarini qo'yganmiz. Tuxumda sotuvga chiqaramiz. Videoni nomiga raqamimizni chiqarib qo'yamiz, bemalol aloqaga chiqarasizlar. Manzilda yana bir marta takrorlab o'tamiz. Farg'ona viloyati Rishton tumanida dastavga kelishilgan holatda chiqarib olamiz.